bir kun ovqat beryapti. Qarab o'tirdim, bolamni ko'ziga qarab o'tirdim. 100 martadan oshiqcha yosh oqyapti, artyapman. Yana yosh oqyapti, artyapman, yosh oqyapti. Farzand bitta bo'lmasin, 10 ta bo'lmasin. Ona uchun, lekin biri sog'lom o'ynab kulib yursa, biri bemor bo'lsa, ona uchun bundan og'ir bo'lmaydi. Azizlar, bugun biz Farg'onaga kelganmiz. Bu bolani ismi Muhammad Xolid. Muhammad Xolid endi 2,5 yoshga kirgan ekan. Buni egizagi ham bor, Muhammad Umar. Azizlar, bu bola nimaga unaqa holatda deb o'ylashlaring mumkin. Ikkilamchi ensefalit kasalligiga chalinib qolgan. Ya'ni bu kasallikka chalingan bolalar qulog'i eshitmaydi, ko'zi ko'rmaydi. Mana qaranglar azizlar, ko'zini olib qochmayapti. Sababi ko'zi ko'rmaydi. Azizlar, diqqat qilinglar. Shu videoni maksimal hammaga tarqatinglar. 100 mingta like bo'lsin shu videoda. Ona uchun bu eng og'iri bo'lsa kerak. Yoshini ko'rib yig'lalmaydi. Ovoz chiqarib yig'lalmaydi, faqat ko'zidan tinimsiz yosh oqadi. Azizlar, aytib o'tganimdek, ona yolg'iz, boquvchisi yo'q. Muhammad Xolidni umumiy davolanib sog'lom hayotga qaytishi uchun umumiy miqdorda $5000 mablag' talab etilyapti. Ayrimlar uchun bu kichkina mablag', ayrimlar uchun esa lekin bu juda ham katta mablag'. Sababi onani boquvchisi yo'q, o'zi ijarada yashab turibdi. Endi shifo Allohdan, bandalari faqat sababini qiladi.